borasiz, jalg'ish atатын qabrga borasiz. Ol qabrda sizda kim kutibdir? Ağayın qabrda kim kutibdir? Biz Xudolikqa borib yurib qo'yamiz. Hozir xudolar ajibda bir jarqilay qo'yadi. Qasiq qarta bo'ladi. Voy o'tiramiz, ishlaymiz. Biroq qabrda da sonda kutib-o'tirmagan, Xudodan kutib-o'tirmagan, aroqni kutib-o'tirmagan, kalbasa sosiska bormagan, qalin ko'rpishi bormagan. Yo'q, o yer muzday. O'ta muzday. O yerda sizda ikki perishta kutib turadi. Bende ölmekten de ömür sürübedin keldin be. Adamın iki anası bolat dedi. Birisi özünün anası 9 ay karnında götürüp ama annesini tutup dünyaya getirdi. Yekense mana dünyada жүргенден keyin kalay жүрген bolsan solay seni kabul kılıp aladın. Adamın ikinci anası cer ana bolat. Al endi mana yerдің üstünde жақсылап жүрген болсаң, mana ayağın дұрыс жүрген болса, arak içmеген болсаң, zina kılmagan болсаң, para almagan болсаң, uğurluk kılmagan болсаң, cer ana hoş geldin. Allah'tın bendesi. Hoş geldin. Anmana dünyada içkenin arak bolgan bolsa, istegenin zina bolgan bolsa, alganın para bolgan bolsa, söylegenin mötürük bolgan bolsa, Allah ne de? Ölmeyken de жүрген edin, kanı kelçi menin. Ottan bolgan kardıma deydi. Ottan bolgan kardıma. Dünyadaki en katal türmelerde de oturalasız, turalasız, juralasız. Bırak kabirde oturalmayız. Kabirde oturalmayız. Kabirde turalmayız. Karın adamzat böyle ana basırıp kalgan vaktinde kıynaladı, catıp yıktamadı, kıynaladı. Turalmaydı. Bir adam bir turğuş verse gelip boğulup sonda turalmaydı da karınız. Kabir turu sonda oladı. Bırak ol kabirde soralınamız. Koş. En birinci Rabbin kim deb soralınadi. En birinci Rabbin kim, senin Xudaying kim deb. Bizde Xudayim akşa deb turib жүрген qancha adamlar jur. Xudayim mening akşamın любой şişemin. Qalasam jurtam, qalasam sindiram deb atganlar. Takabbur. Qara. Endi sindirolmaysiz. Endi sinasini o'zgardi. Rabbim kim? Rabbim Allah degan adam, Rabbim Allah deydi. Bir kun bir kishiga bordim, ayağı sağını kuraldım, şişeң deb durdu. Sebebi o şişeŋmen ağzı şişeŋmen tolup kalgan. Ağzı çalgı şişeŋ. Endi kulap kalganda bismillah deydigan adam bo'ladi bo'lsa, ol barliq жерде Rabbim Allah deyiladi. Dining ne deb so'raydi? Dining ne deb so'ragan vaqtida dinim islom deb kim aytiladi? Sol islomga жүрген adam aytiladi. Son namaz o'qigan adam mening dinim islom deb aytiladi. Kitobing ne deb so'raydi? Kitobni ömür baqi qo'lingga olmagasin, qaytib kitobing Qur'on deb aytalasan. Ömür baqi qo'lingga Qur'onda ustalmagasin, qo'lingda Qur'on bo'lgan emas. Necha turli musiqiy konsertlarni o'qiding. Biroq Qur'onni bir ret ochib o'qiy olmading. Musulmonning bolasisan. Ata-bobong musulmon bo'lgan edi. Boyag'ida dema duolarga borib, to'kshiga ko'tarib qo'ygan, sol Qur'onni qo'llar o'qiydi edi. O'qiydi odamda qolmadi. Ne deb aytasan? Kitobim Qur'on deb aytalarmikanmiz, ag'ay? Peygamberin kim deb so'raladi? Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb aytib uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatini yurishimiz kerak. Deymi? Salat-ı janoza. Ag'aylar o'ylanaylik. Agar birovning ko'ngli uchun kelmaylik, o'ylanaylik, qazim nima chiqyapti? Ertaga bu kun mening maytim chiqar. Qarang, o'z oyog'ingiz bilan bormagan edingiz qabrlarga, meshitlarga. Qarang, buni otni qarang. Ağaçtan bo'lgan at. Onu butun ko'tarmaydi, o'zining baland ko'taradi. O'zining tushganidan ko'taradi, qarang. Meshitga borganlarning ustiga kulgan edik. Mana endi qazil mayt chiqadi. Mayt oldimizga qo'yaqda bir asqina o'ylanib, janoza o'qiydi.